Homiladorlikda qanday tekshiruvlarni tavsiya qilasiz? 12 haftagacha bo'lgan homilada albatta qon guruhi, opsional skroz, CD, kologramma tahlillari kerak bo'ladi. Toksikozi juda yuqori bo'lsa, jigar fermentlari, UZI o't qopi jigar albatta qilinadi. Esa 12 haftadan 26 haftagacha esa albatta UZI skrininglar va qon, CD, kologramma tahlillari, RB, SPID, bruselyoz, sahr albatta biokimiya tekshiruvlarini o'tkazamiz. 26 haftadan 32 haftagacha esa biza Doppler buyuramiz. Doppler qilinadi. Ona va bolani qon tomirlari qanday, qon aylanishi kuzatilyapti, narusheniya yo'qmi shularni kuzatamiz. Воротниковый zonani tekshiramiz. Anomaliyani oldini olish uchun TVP tekshiriladi. Barmoqlari sanaladi, ichki organlar rivojlangan, CD qop, oshqozon, albatta burni profili ko'rish kerak, chunki Downni исключить qilishimiz kerak va miyasi ko'riladi, kapalaksimon bo'ladi. Shularni eng kerakli ikkala skriningda albatta ko'rish kerak. Aziz ayollar, yuqorida aytib o'tilgan tekshiruvlar, diagnostikalardan o'tganmiz. Agar o'tmagan bo'lsangiz, zudlik bilan shiforingizga borib, bu tekshiruvlardan o'tib qo'ying.